Salom do'stlar, men bugun sizlarga Instagramga tekinga nakrutka urishni o'rgataman. Qani unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib biz Play Marketga kirib olamiz va qidiruv degan joyga Top Follow deb qidiramiz. Va Top Follow deb qidirganimizdan so'ng mana shu ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Men buni yuklab olganman. Ilovaga kirganimizdan so'ng akkaunt kiritishimiz kerak bo'ladi. Men akkaunt kiritib olganman. Akkaunt kiritish juda ham oson. Bu yerga Instagram akkauntingizni usernamingiz bilan parolni kiritasiz. Faqat рабочий Instagram akkaunt bo'lishi kerak. O'zingizni ishlatadigan Instagram akkauntingizni kiritsangiz ma'qul bo'ladi. Masalan, o'zingiz oddiy nakrutka yangi akkaunt ochib, hali qilishingizni tavsiya beraman, chunki u akkauntingiz cho'milib ketishi mumkin. Xo'sh, mana bu yerdan obunachi qo'shishingiz mumkin. Bu yerdan kunlik bonus olishingiz mumkin. Mana men olib olgan ekanman va startni bosib obunachilik o'zi bosib qo'yasiz, ishlaradi. Aytganimdek, akkauntingiz o'zingizni ishlatadigan shaxsiy nakrutka qilmoqchi bo'lgan akkauntingizni kiritmaysiz, shunchaki рабочий akkauntingizni kiritasiz xullas. Mana kiritib qo'yib, startni bosib qo'ysangiz o'zi ishlayveradi tanga. Mana hozir ishlayapti. Biroz negadir qotyapti, chunki mening akkauntim bitta akkaunt ochasiz, bir kun bilan normalniy 300 tachalar yoki 400 tachalar, agar ko'p ishlasanglar 1000 tachalar obunachi ishlaysizlar. 1000 tachalar obunachi ishlaysizlar. Hozir mana ikkita akkauntim hali bo'lib qoldi, ya'ni limit bo'lib qoldi. Ularni o'chirib turaman. Mana obunachilar kelib turaveradi xullas. Akkauntga kirib, xullas shu ilovaga kirib tursanglar bo'ldi. Mana do'stlar, mana bu yerda promokod kiritasizlar. Yana akkauntda haligi limit bo'lib qoldi do'stlar, mana o'chirib turaman men. Mana bu kodis degan joyga promokod kiritasizlar. Mana meni promokodimni kiritsanglar sizlarga 200 tanga bonus deb beradi. Ekranda chiqarib qo'yaman promokodni. O'zingiz promokodingizni kirita olmayapsiz deyapti. U o'zimning promokodim, chunki bu sizga 200 tanga tejik beradi agar shu promokodni kiritsangiz. Mana va obunachi qo'shish joyiga qarasangiz, bu mana obunachilar narxini yozib qo'yibdi. Hozir Instagramga kiramiz, mana 717 obunachi bor. Akkauntni nomini eslab qolinglar va obunachilarni eslab qolinglar hozir. Mana bu yerga o'zingiz kiritasizlar akkauntlaringizni, nakrutka qilmoqchi akkauntlaringizni kiritasizlar. Faqat nomini kiritsanglar bo'ldi. Mana men kiritganman va obunachini bu yerda beramiz. Mana ketdi 50 ta obunachi deyapti. Hozir Instagramga qarab ko'ramiz, qani kelyapti ekan obunachilar. Mana do'stlar, obunachilar kelyapti, sekin-sekin kelishda davom etadi. Mana do'stlar, obunachilar kelyapti. Bu obunachilar haqiqiy odamlar, faqat boshqa davlatning odamlari. Storylaringizni ham ko'rishi mumkin. Mana do'stlar, obunachilar kelishda davom etmoqda. $744 bo'ldi o'zi mana. Do'stlar, ungacha meni YouTube kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosib qo'yinglar. Bir-biridan foydali va qiziqarli videolar chiqaraman. Agar obuna bo'lib qo'ysanglar, menga juda ham katta motivatsiya bo'lardi. Instagram akkauntimga ham obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Mana do'stlar, obunachilar keldi. Do'stlar, shunday qilib bugungi videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Siz ham shunday qilib o'zingizga obunachilar qo'shib olishingiz mumkin. Kanalimga obuna bo'lib, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek telefoyda kanalim bo'ldi.